Assalomu alaykum qadrli futbol ishqibozlari. Hammamizga ma'lumki, O'zbekiston milliy terma jamoasi tarixda ilk bor jahon chempionatiga yo'llanma oldi. Bu nafaqat sport yutug'i, balki butun O'rta Osiyo yutug'i ham hisoblanadi. Lekin qiziq tarafi shundaki, jahon ommaviy axborot vositalari va xalqlari O'zbekiston terma jamoasini qanday baholamoqda? Ular bizni shunchaki turist sifatida ko'rmoqdami yoki jahon chempionatidagi haqiqiy kurashuvchan terma jamoa sifatidami? Bugun men sizlarga ingliz blogerlaridan birining O'zbekiston terma jamoasining o'yinlarini va futbolchilarini hamda jahon chempionatidagi raqiblarimiz Portugaliya, Kolumbiya, Kongo Demokratik Respublikalariga qarshi qanday o'yin ko'rsata olishimiz mumkinligini tahlil qilgan videosini taqdim etmoqchiman. Albatta bu sizlarga yoqadi degan umiddaman. Videoni boshlashdan oldin agarda mana shunday loyihalarimiz sizga yoqayotgan bo'lsa, like bosib bizni qo'llab-quvvatlang hamda keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'lish tugmasini ham bosib qo'yasiz degan umiddaman. Demak, biz videoni boshladik. O'zbekiston o'z tarixida ilk bor jahon chempionatiga yo'llanma oldi. Nafaqat bu, balki ular Rossiya va Ukrainadan keyin ushbu nufuzli musobaqaga chiqqan 3-sobiq ittifoq davlati va Markaziy Osiyodagi ilk mamlakat bo'ldi. O'zbekiston shunchaki ishtirok etish uchun kelayotgani yo'q. Ular intizomli, mag'lubiyatga kam uchraydigan va Husanov kabi yulduzlar boshchiligidagi jiddiy tarkib bilan tashrif buyurmoqda. Xo'sh, ular bu jahon chempionatida qanchalik uzoqqa bora oladi? Va ular 2026-yilda haqiqatan ham dunyoni hayratda qoldira oladimi? Keling bu haqda gaplashamiz. Lekin avval vaziyatni tahlil qilib olaylik. O'zbekiston qariyb 40 million aholiga ega mamlakat bo'lib, tarixan buyuk Ipak yo'li orqali turli dunyolarni bog'lovchi muhim markaz bo'lgan. Agar siz hali o'zbeklarning milliy taomi bo'lgan palovni tatib ko'rmagan bo'lsangiz, demak oldinda sizni ajoyib taassurot kutib turibdi. Palov haqiqatan ham juda mazali. O'zbekiston 1991-yilda mustaqillikka erishgan bo'lsa-da, bu mintaqada futbol tarixi ancha chuqurroq ildizlarga ega. Sovet davrida o'zbek futboli ichki ligalarda yuqori baholangan. Afsonaviy Paxtakor klubi Sovet ligalarida Moskva va Kiyev gigantlariga qarshi muntazam raqobatlashgan. O'zbekiston asta-sekin texnik, jismonan baquvvat va mehnatkash futbolchilar yetishtirib beruvchi yurt sifatida tanildi. Biroq o'zbek futboli fojiani ham boshdan kechirdi. 1979-yilda Paxtakor jamoasining deyarli butun tarkibi Ukraina osmonida yuz bergan dahshatli aviahalokatda vafot etdi. Bu futbol tarixidagi eng qora sahifalardan biri edi. Shunga qaramay O'zbekistonda futbol omon qoldi. 1991-yilda mustaqillikka erishgandan so'ng O'zbekiston o'z futbol terma jamoasini asta-sekin shakllantirib bordi. 1996-yilda ilk bor Osiyo kubogiga yo'llanma oldi va o'shandan beri barcha turnirlarda ishtirok etib kelmoqda. 2011-yilga kelib esa Osiyo ularga e'tibor qaratdi. 2011-yilgi Osiyo kubogida O'zbekiston, Xitoy, Kuvayt va Qatar bo'lgan guruhda birinchi o'rinni egallab katta bayonot berdi. Keyin Yordaniyani mag'lub etib, ilk bor yarim finalga chiqdi. Avstraliya biroz kuchliroq bo'lib chiqdi, ammo O'zbekiston Janubiy Koreya bilan keskin kechgan o'yinda 2-3 hisobida mag'lub bo'lib, turnirda 4-o'rinni egalladi. Osiyodan tashqaridagi ko'plab futbol ishqibozlari uchun bu o'zbek futboli bilan ilk haqiqiy tanishuv edi. O'sha lahzadan boshlab O'zbekiston shunchaki rivojlanayotgan futbol mamlakati sifatida emas, balki Osiyoning yetakchi kuchlaridan biri sifatida qarala boshlandi. Endi O'zbekiston uchun eng katta maqsad albatta ilk bor jahon chempionatiga chiqish edi. Osiyoda saralash bosqichidan o'tish issi sarguzashtga o'xshaydi. Chunki bu shunchaki bir bosqich emas. 2014-yilgi jahon chempionati saralashida O'zbekiston, Yaponiya, Shimoliy Koreya va Tojikiston bilan bo'lgan juda kuchli guruhda birinchi o'rinni egalladi. Hal qiluvchi bosqichda esa to'plar nisbati bo'yicha Janubiy Koreyadan bir gol kamligi sababli to'g'ridan-to'g'ri yo'llanmadan mahrum qilindi. Juda alamli. Shundan so'ng 3-o'rinni egallagan ikki jamoa play-off uchun o'zaro to'qnashdi va Iordaniya penaltilar seriyasida O'zbekistonni 9-8 hisobida mag'lub etdi. Yana bir bor jahon chempionatiga bir qadam qolganda to'xtadi. 2018-yilgi saralashda ham guruhda birinchi o'rinni olib, yana to'plar nisbati evaziga play-offdan qolib ketdi. 2022-yilgi saralashda ham shunga o'xshash holat takrorlandi.
Gap shundaki, O'zbekistonni jahon chempionatida ko'rmaganingiz ajablanarli holat. Bu birdaniga kuchayib qolgan jamoa emas, balki necha yillardan beri shu maqsad sari intilayotgan va bir necha bor eng yaqin qolgan mamlakat. Barcha yutuqlarga qaramay, jahon chempionati doimo qo'l yetmas bo'lib qolaverdi. Yaqin kelishlar, og'riqli saralashlar va maqsadga yeta olmagan avlodlar hammasi hozirgacha edi. 2026-yilgi saralashda O'zbekiston Eron bilan birga guruhdan esongina o'tib, yakuniy bosqichda ham muvaffaqiyatli qatnashdi. 16 o'yin davomida O'zbekiston faqat bir marta mag'lub bo'lib, 10 ta g'alaba qozondi. Shuningdek, ular Osiyo Grandi Eron bilan har bir o'yinda durang o'ynab, munosib qarshilik ko'rsatishdi. O'zbekiston nihoyat buni uddaladi va Markaziy Osiyoda hayajon juda yuqori. Yillar davomida shunchalik yaqin kelganidan so'ng O'zbekiston o'zining ilk jahon chempionatiga tayyor. Xo'sh, 2026-yilgi jahon chempionatida ularni nima kutadi? O'zbekiston K guruhida joylashgan va ular Portugaliya, Kolumbiya va Drk Kongo bilan kuch sinashadi. Portugaliya Yevropadagi eng kuchli tarkiblardan biri. Ronaldo boshchiligidagi yulduzli jamoa. Ular favorit bo'lishadi, ammo jahon chempionatlarida hali to'liq o'z o'yinini ko'rsata olmashgan. Demak, Portugaliyaga qarshi kutilmagan natija qayd etish imkoniyati har doim bor. Kolumbiya Janubiy Amerikadagi eng issiq jamoalardan biri va ularning hujumi o'ta xavfli. Savollar ularning himoya chizig'i va darvozaboniga qaratilgan. Kolumbiyaning hozirgi eng yaxshi yulduzi Luis Diaz. O'zbekistonda esa dunyodagi eng yaxshi o'ng qanot himoyachisi va markaziy himoyachilardan biri bor va bu o'yinda hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'ladi. Drk Kongo bu yerga yetib kelish uchun jonbozlik ko'rsatgan va past baholanmasligi kerak bo'lgan qiziqarli Afrika jamoasi. Ular Kamerun va Nigeriya kabi ikki Afrika grandini musobaqadan chiqarib yuborgan va kubokdagi eng jo'shqin muxlislarga ega jamoalardan biri. Xo'sh, bu O'zbekistonni qayerga qo'yadi? Har bir millat uchun bu og'ir guruh, ammo yaxshi xabar shundaki, bu yil eng yaxshi natijaga ega 8 ta 3-o'rin egasi ham play-offga chiqadi. Jahon chempionatining yangi formatida ustunlik qilishdan ko'ra omon qolish muhimroq. Bitta g'alaba, bitta intizomli o'yin va yaxshi to'plar nisbati kutilmaganda play-offga chiqish uchun yetarli bo'lishi mumkin va bu himoyaviy o'ynaydigan jamoalar uchun juda foydali. Duranglar qadrliroq va 1-0 hisobidagi g'alaba yo'llanma uchun yetarli bo'lishi mumkin. Ma'lumotga ko'ra, 2024-yilgi Yevropa chempionati shunga o'xshash formatga ega. Eng muhimi 4 ochkoyingiz bilan 2-o'rinni egallaysiz. Agar bo'lmasa, eng yaxshi 3-o'rinlardan biri sifatida kafolatlangan holda keyingi bosqichga o'tasiz. Neytral yoki ijobiy to'plar nisbati bilan 3 ochko ham keyingi bosqichga chiqish uchun juda katta imkoniyat beradi. O'zbekiston guruhda favorit emasligini biladi, lekin ular o'z kuchlariga tayanib o'ynashadi. Kuchli himoya evaziga o'yinni kam golli saqlab qolish va har bir ochko uchun kurashish kerak. O'zbekiston har bir o'yinda ochko olishi mumkin, ammo eng muhimi Kongo ustidan g'alaba qozonish va Portugaliya va Kolumbiya bilan o'yinlarda imkon qadar durangga erishish yoki yirik hisobda yutqizmaslik kerak. O'zbekiston buni yaxshi uddala olishini isbotladi. So'nggi 41 ta o'yinda ular faqat 6 marta yutqizishgan va 24 marta g'alaba qozonishgan. Mag'lub bo'lgan o'yinlari ham juda yaqin hisobda kechgan va ular juda barqaror jamoa. Kongo va O'zbekiston bir-biriga o'xshash. Ikkalasi ham himoyada kuchli, o'xshash natijalar va kuchga ega. Kongo ko'proq jismoniy va tartibsizroq o'ynaydi. O'zbekiston esa taktika va tuzilmaga tayanadi. Bu guruhdagi kalit o'yin bo'ladi. O'zbekistonning o'yinlari, rekordi, qobiliyati va motivatsiyasidan kelib chiqib, men ularning guruhda kamida 3-o'rinni olishiga katta imkoniyat deb qarayman. Keling, 2 va 3-o'rin nimani anglatishini ko'rib chiqaylik. 2-o'rinda olish juda og'ir, ochig'ini aytaman. Birinchi bosqichda Xorvatiya keladi, keyin Ispaniya keladi. Aslida 2-o'rinni xohlamaysiz. 3-o'rinda esa siz buyuk ehtimol bilan Angliya, keyin Meksika va keyin Marokko, Ekvador yoki Yaponiya kabi kutilmagan jamoalarga duch kelasiz. Agar 3-o'rin bo'lsa, O'zbekiston va Angliya orasidagi ehtiyotkorona o'yinni ko'rish imkonsiz deb o'ylayman. Masalan, so'nggi Yevropa chempionatida Slovakiya va Angliya orasidagi o'yinni eslang. Ular juda katta turnirlarda asablashadigan jamoa bo'lishi mumkin. Agar O'zbekiston mo'jiza ko'rsatsa, keyingi raqib Meksika bo'lishi mumkin va O'zbekiston o'rtoqlik o'yinida Meksikaga munosib raqib ekanligini isbotlagan.
Playoffga chiqqandan so'ng esa nima bo'lishini hech kim bilmaydi. Ayniqsa kuchli himoyaviy tomon sifatida har doim penaltilar sug'urtasiga egasiz. Demak, bu O'zbekiston jamoasini mensimasmaslik kerak. Ular g'olib ekanligini allaqachon isbotlagan va bu yerga kelish uchun uzoq yo'l bosganlari uchun bor kuchlarini berishadi. Xo'sh, bu O'zbekiston jamoasi qanday ko'rinishga ega? Ular qanday tarkibda o'ynaydi va barqarorlikning siri nimada? Buning bir qismi futbol tarixidagi eng buyuk himoyachilardan biri 2006-yilgi oltin to'p sohibi Italiya bilan jahon chempioni Fabio Cannavaro aynan shu O'zbekistonni ilk jahon chempionatiga yetaklash uchun ishonib topshirilgan murabbiy va uning ta'siri ko'rinib turibdi. Bu O'zbekiston jamoasi aynan Cannavarodan kutganingizdek o'ynaydi. Ixcham, intizomli, mehnatkash va buzib o'tish juda qiyin. İlk bor jahon chempionatiga kirayotgan mamlakat uchun bunday yetakchilik juda muhim bo'lishi mumkin. Chunki turnir futboli kamroqta hollarda faqat iste'dodga bog'liq emas. Bu tashkilotchilik, tajriba va ishonchga bog'liq. Cannavaro esa bularning hammasini olib keladi. Taktik jihatdan O'zbekiston odatda ixcham 3-4-2-1 sxemasida o'ynaydi. Ba'zan to'psiz holatda 5 nafar himoyachiga tushadi. Jamoa intizom, tuzilma va himoyada ixchamlik asosiga qurilgan. Ular to'pga egalik bilan o'yinni nazorat qilishga urinmaydilar. Ular o'yinchilarni oldinga haddan ortiq ko'p yubormaydilar. Aksincha, O'zbekiston bo'shliqni nazorat qilishga, yakka kurashlarda g'alaba qozonishga va kuchli jamoalar uchun o'yinni juda noqulay qilishga e'tibor qaratadi. Va hamma narsa Husanovdan boshlanadi. Bu Osiyo yetishtirgan eng yaxshi himoyachilardan biri. Tezkor, jismonan baquvvat, kurashlarda tajovuzkor va bosim ostida juda xotirjam. Bu 3 kishilik himoya sistemasida Husanov O'zbekistonga tartib qolgan holda agressiv himoyalanish ishonchini beradi. Qanot himoyachilari maydon bo'ylab tinimsiz mehnat qilishadi. Ikkita hujumkor yarim himoyachi esa qarshi hujumlarni qo'llab-quvvatlash uchun markazga o'tadi. Va yana shu yerda O'zbekiston xavfli bo'ladi. Chunki ular ko'p vaziyat yaratmasligi mumkin, lekin tez o'tishadi, to'g'ridan-to'g'ri hujum qilishadi va xatolarni jazolashadi. Eng muhimi, bu jamoa azob chekishni tushunadi. Ular sabrli bo'lishadi, kamroqta hollarda vahima qilishadi va o'yinni imkon qadar uzoq vaqt tirik saqlab qolishadi. Turnir futbol